O'zgidromet shoshilinch ogohlantirish bilan chiqdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Joriy yilning 8-9 aprel kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet ogohlantirish e'lon qildi. Quyidagi hududlarda sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Qashqadaryo viloyati Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida. Surxondaryo viloyati Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Dinov, Boysun, Sherobod, Sho'rchiq, Qumqo'rg'on, Mirzobod tumanlarida. Samarqand viloyati Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrobod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jonboy, Ishtixon tumanlarida. Jizzax viloyati Zomin, Baxmal, G'allaorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida. Toshkent viloyati Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rtachirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida. Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida. Farg'ona viloyati So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida. Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar hamda tog'oldi hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raladi. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.